Qizlar bonusxo'dan o'zimga hozir zakaz berdim. Xush bu safar opam uchun ham oldim. Chunki o'tgan safar opamga ham zakaz berib turib, ularga podarka qilgandim, lekin o'zlaricha kelmaganda, bilmadim nimaga. Ishlatib ko'rganlaridan keyin yana iltimos qilib, o'zlari aniqliklari uchun natijasi yaxshi zo'r ekan deganliklari uchun yana qo'shib oldim. Ham o'zimga, ham opamga, chunki sochlari tepadagi sochlari kam bo'lib qolgandan yo'q edi. Mana shu spreyni o'ziga alohida respekt mazza qilib ishlab, boshqalarga ham tavsiya berib, mana shu spreyni o'zidan sochlari anchagina g'urjilab ko'payib ketganliklari uchun qoyil qolib menga qo'shtirib zakaz berdirdilar. Shuning uchun opamni o'ziga ham maslaga bordirib, odzifini o'zlaridan eshittiramiz agar ishonmasanglar. Vashli zo'r, mana pinkasini o'ziga bir yil ishlatasizlar. Bilasizlar, uncha pinkani yuzimizga ishlatmaymiz, o'zimga ham ravo ko'rmayman. Shuning uchun bemalol qora toshlarga va qoralarga juda ham zo'r bitta ishlatib bilaverasizlar. Shuni olasizlar, shuni surtib ozginaga ko'piradi, bir yil bemalol yetadi. Juda ham barakali. Pinkasini o'zi ham vashli zo'r, klass. Kimlarga olib borsanglar, tanishlarga sog'aga umuman uyaltirmaydi, ishonaveringlar. Aytgandek, tarkib bonusxona 2x yana avvalgidan ham kuchaytirilgan. Gold maskasi juda ham zo'r, yuzni tortib 5 sekundda o'zi taranglashtirib, qoralarni yoqib beradi. Bittada bilasizlar. Men aytgandek, kuchli hot kremi bor, juda ham yuzga ulajlanish qilib beradi, yoyib beradi ajinlarni. Dog'larga vashli zo'r kremi bor bilan. Buni aytmasam ham bo'ladi. Effekt respekt. Aytgandek, reklama emas, o'zim ishlataman. SPF ham vashli zo'r. SPF dan keyin tonalini yotishini ko'ringlar. Prosta tak bomba deysiz. Dog'larga nima ishlatasiz deysizlar-ku. Ana buni sizlarga tavsiya beraman. Antipigment dog'ni ketkazadi. 1 soat har kuni tindirtirasiz, yuzingizga ham namlantiradi, ham yuzinglarni tekis qilib beradi. Dog'larni ochartirib, sepklikni ochartirib, bir martaga shu oynaga dog' postasini sezasiz. Vau, dog'rasizlar qizlar. Bonush zo'r qizlar.